Assalomu alaykum. Sizlar bilan O'zbek ayoli kanalimga xush kelibsiz. Bugun uydagi bor masalliqlardan oddiy biskvitli, juda ham mayin bo'lgan kam xarjgina tort tayyorlanishini ko'rsatib bermoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi ishimiz krem tayyorlab olish. Idishimizga 2 ta tuxumni chaqib olamiz. 5 osh qoshiq shakar solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana aralashtirib oldik. Endi qoshiqni to'ldirib 4 osh qoshiq un solamiz. Unlarni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana bir xil massaga keldi. Mana endi qaynoqqina 1/2 litr 500 ml sutni ozginasini quyib, yana bir yaxshilab aralashtirib olamiz. Undan so'ng qolgan sutni quyib, suv hammomda quyuq massa bo'lguncha tayyorlab olamiz. Agar sutni qaynoqqina qilib quysak, massamiz tayyorlanishi tez va oson bo'ladi. Mana suv hammomda turgan joyida ham yaxshilab aralashtirib turamiz. Mana shunday quyuqlikda zavarnoy massamiz tayyor bo'ldi. Endi gazni o'chirib, sovutgani boshqa idishga bo'shatib olamiz. Ustini havo tegmaydigan qilib paket bilan yaxshilab bekitib, sovutgani qo'yamiz. Endi quruq masalliqlarimizni tayyorlab olamiz. Men 8 ta tuxumli biskvit tayyorladim. 8 ta tuxum uchun men 9 osh qoshiq un ishlatdim. Mana 9-osh qoshig'im razrxlitelь 1 pachka va vanilin 1 pachka. Yaxshilab aralashtirib bir chetga olib turamiz. Mana 8 ta tuxumni oq sarig'idan ajratib olamiz. Barcha tuxumlarni oq sarig'idan ajratib oldik. Tuxum oqiga yarim choy qoshiq tuz solib, mikserni eng past tezligida ko'pirtirishni boshlaymiz. Barcha idishlarimiz quruq va toza bo'lishi kerak. Tuxum oqi ozgina ko'pirgandan so'ng mikserni eng baland tezligiga ko'taramiz. O'rtacha 8-9 minut atrofida ko'pirtirdim. Qancha ko'p ko'pirtirsak, shuncha biskvitimiz o'xshab chiqadi. Mana tayyor bo'ldi. Og'darib ko'rsatyapman. Qanday bo'lsa, shunday turibdi. Ko'pirtirib olgan tuxum oqimizga 8 osh qoshiq shakar ishlatamiz. Undan 6 osh qoshig'ini oz-ozdan qo'shib ko'pirtirib olamiz. Mana bir qoshiq qilib qo'shyapman. Mana aralashtirib bo'ldik. Endi bir chetga olib turamiz buni. Mana tuxum oqiga 6 osh qoshiq, endi sarig'iga 2 osh qoshiq shakar qo'shib, tuxum sarig'ini ham ko'pirtirib olamiz. Oppoq bo'lguncha yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Bor yo'g'i 2 minutda yaxshilab ko'pirib chiqadi. Endi ko'pirtirib olgan tuxum oqiga qo'shamiz. Lapatichka yordamida pastdan tepaga qilib yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirganda faqat pastdan tepaga qilib aralashtiramiz. Har tomonga aylantirib aralashtirish mumkin emas. Tuxum oqi suyulib ketadi va o'tirib qoladi. Mana endi tayyorlab olgan quruq massamizni elab, oz-ozdan qo'shib, buni ham faqat pastdan tepaga qilib, asta-sekinlik bilan aralashtirib olamiz. Oddiy biskvitga har doim bitta tuxum uchun 1 osh qoshiq shakar, 1 osh qoshiq undan to'g'ri keladi. Lekin men 8, 9, 10 tali tuxumli biskvit uchun har doim 1 osh qoshiq unni ko'proq qo'shaman. Shunda biskvitim o'xshab chiqadi va o'tirib qolmaydi. Biskvitimizni tayyorlab oldik. Qolipimizni ham oldindan tayyorlab qo'yishimiz kerak. Meni qolipim 24 sm. Mana 8 ta tuxumga 24 sm qolip kichinalik qiladi. Shuning uchun oddiy pergament qog'ozdan chekkasiga qo'yib oldim. Duxovkamizni ham oldindan 180 gradusga yoqib qo'yamiz. Endi biskvitimizni qolipga solib,
bir tekisda tekislab olamizda stolga 2-3 marta urib yuboramiz. Ortiqcha havolar chiqib ketadi. Endi duxovkamizni 160 gradusga pasaytiramiz. Pastroq olovda qizib turgan duxovkada 160 gradusda 50 minut davomida pishirib oldim. Mana ko'rib turganingizdek to'liq pishib chiqqan. Sovutkani olib qo'yamiz. Zavarnoy kremimizni tayyorlab olamiz. Xona haroratida turgan 240 gram saryog'imizni yaxshilab oppoq bo'lguncha mikserlab olamiz. Mikserlaganda avval mikserni past tezligidan boshlaymiz, so'ngra eng balandiga ko'pirtirib olamiz. Saryog'ni 82,5% ishlatdim. Mana ko'rib turganingizdek oppoq bo'lib ko'pirib chiqdi. Endi rosayam yaxshilab sovigan zavarnoy massamizni qo'shib, oz-ozdan qo'shib saryog'imizga aralashtirib olamiz. Birdaniga ko'p qo'shib yubormaymiz, saryog'imizni chiritib tushishi mumkin. Shuning uchun oz-ozdan qo'shamiz. Aralashtirganda ham juda ham ko'p aralashtirmaymiz. Nomiga aralashtirib olsak bo'ldi. Barchasini mana shunday qilib aralashtirib, kremimizni tayyorlab olamiz. Krem tayyor. Biskvitimiz to'liq sovib chiqdi. Endi qolipdan ko'chirib, ortiqcha qog'ozlardan tozalab olamiz. Biskvitni aytib o'tmabman. Mana shu turgan holatida sovutdim, hech qanday to'ntarmadim. Ko'rib turganingizdek, biskvitim cho'kmagan, juda ham yaxshi pishib chiqqan. Agar biskvitni ozgina pastroq olovda pishirsak, o'rtasi cho'kib qolish holatlari kuzatilmaydi. Mana 3 bo'lakka bo'lib oldim. Tortimizni taxlab olamiz. Har bitta biskvit bo'laklarini men siroplamadim. Agar namligi ko'p bo'lishini xohlasangiz, siroplab tayyorlasangiz ham bo'ladi. Mana ikkinchi bo'lagini qo'ydik. Biskvit bo'laklarini 2 cm dan qalinroq qilib bo'laklarga bo'lib oldim. Xohlasangiz har bitta orasiga mevalardan terib chiqishingiz mumkin, yanada mazali bo'ladi. 3 ta qavatini terib oldik. Endi yonlarini ham yaxshilab kremlab tekislab olamiz. Tortimiz uchun xohlagan kremdan foydalansak bo'ladi. Men osonroq va kam xarj variantini ko'rsatish uchun zavarnoy kremdan foydalandim. Endi ustiga ham kremni bir tekisda qilib surtib olamiz. Usti va yonlarini bir tekisda tekislab olganimizdan so'ng tortni dam olish uchun kamida 1 soatga mustek joyga qo'yamiz. Mana 70 gram qora shokoladni maydalab oldim. Slivka quyib, qaymoq, ya'ni mikrovolnovkada eritib oldim. Qaymoqning grammini o'lchamadim, ko'z chamasi bo'yicha ishlatdim. Mana erib chiqdi. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan so'ng shokoladimizni ham ozgina sovutgani qo'yamiz, qaynoqligida ishlatmaymiz. Agar qaynoqligida ishlatsak, kremimizni eritib yuboradi. Mana yaxshilab aralashtirib bo'ldik. Mana iliqdan ozgina pastroq holatda sovutib oldik, ko'rib turibsiz. Endi tortimizni ustiga quyib chiqamiz. Juda ham ko'p sovutib yubormaymiz. Agar tortimiz yaxshi dam olgan, muzdek joyda turgan, shokoladimizni tezligini qotirib qo'yadi. Shuning uchun shokoladni tortning ustiga quyganimizdan so'ng tezligini harakatlanib, u yon bu yonlariga ozgina oqizdirib olamiz. Shokoladimiz qotib qolishga ulgurmasdan. Ozginagina ortgan kremim bor edi. Shundan yetganicha ustiga gul chiqarib qo'ydim. Gul chiqarish uchun katta yulduzcha nasatkasidan foydalandim. Albatta qanday bezatish o'z tabingizga bog'liq, xohishingiz bilan bezatib tayyorlab qo'ysangiz bo'ladi. Tayyor tortni kamida 2-3 soatga dam olgani qo'yamiz. Yaxshisi agar kechasi bilan tursa yanada mayin bo'ladi. Mana men 2 soatdan keyin kesib ko'rsatyapman. Tortimiz qancha ko'p dam olib tursa, shuncha yumshab boraveradi. Mana kesib ko'rsatyapman. Juda ham yumshoq, mayin, uydagi bor masalliqlardan kam xarjgina, ortiqcha xarajatsiz tayyor bo'ladigan tort. Ishonavering, juda ham mazali bo'lgan. Mana ichlarini ham ko'rib turibsiz. Tayyorlanish jarayoni ham juda ham oson. Unaqangi ko'p vaqt talab qilmaydigan, juda tez tayyor bo'ladigan tort. Albatta tayyorlab ko'ring, sizlarga yoqadi degan umiddaman. Agar videom yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. O'zbek ayoli kanali bilan birga qoling.
E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.